mabodo noto'g'ri dilni og'ritgan bo'lsam kechirim so'rab qolaman. O'lar dunyoda birov dilni og'ritish niyatim yo'q. Fikrimni aytdim. Gapirayotganda emotsiyaga berilib ketib qoladigan bitta kasalim bor meni ham. Ana qilaman. A то, что вот я никто в жизни, men hech kim emasman. O'zimdan so'rasangiz. Men ishimni qilib yurgan bir devonai darvesh dedi-yu. Devонай дарвешman. Мое мнение это мое мнение. Я сказала свою точку зрения. Кто не согласен, просто возьмите и выкинете, и нет проблем. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Любите себя, уважайте себя. Bir eringda bo'lsa, eri yo'lni boshiga Buxorodan kelib qarg'a chiqib ketarkandir, eskilar. Qo'pol qilayotgandir. Qaysi tilda aytdi yana? Erni boshini maqtayman-da. Er bo'lsa yaxshi. Endi hali ahmoqlari bor, qulonqichlari. Hali o'tasi haliga qayta vaqt tashlaydiganlari bor. Bunaqalari bilan endi dadalaring kelib gaplashib, akalaring kimati kelib o'rniga urib ketsa, odam bo'ladi. Lekin ajrashib, yo'lini qilib ajramaslikka harakatini qilish kerak. Lekin imkon yo'q ajratib. Qaynona uchun erdan ajraladimi ayting? Kimga baylab bergan? Sizlar kecha kelib erni qizg'anyapsizlar. U mushtayligidan, mulunligidan katta qilgan ona qizg'anmasmi bolasini? O'shalarga onaga qarshi qilib ajratganlar. Nima haqda gapirilganini biz fakt bilan aytayotgan narsa bu inson, ajramagan. Nima bo'lganda ham ajrashmagan degan maqsadda gapirilgan gap. U sizlarga taalluqli emas. Kimga bidir gapirayotganlar ularga taalluqli bo'lishi mumkin. Bittasi chiqib turib oshqovoqni kiysa bir bola, oshqovoq kesgancha oshqovoqni urug'ini olib turib miyangga solib qo'y. Balki ishlab ketar. Farosating yo'q deb, farosat bo'lsa, bir fikr qilishlaring bo'lsa, odamlar fikr qiladiganlar zo'rlar bo'ladi. Chiqyapti, gapiryapti. Qayerdan qayerga temani olib ketishdi. Mayli, ajralmalaring. Ichik ajralib qolsalar, ya'ni bu haqiqatan xotin yo'q, er yo'q odamga nima qiladi? Hamma sakraydi. Yoniga borib gap otadi. Shu gap maqsadda aytilgan narsa. O'tirib o'ziga yopishtirib olmagin. Mani chaynab maza qilyapsizmi? Tishlaringizni qichirib qolyaptimi? Aynoringiz ayting. Ha, nima qilaylik, opa? Ahvatam oshish kerak-ku. Siz trendda. Siz orqangizdan biz trendda. Hayot shunaqa. O'zingiz aytgandek. Xo'sh, Yulduz Usmonovaning fikriga hamma yetarlicha fikr bildirdi, lekin hech kim men kutgan gapni gapirmadi. Yulduz Usmonova qanchalik ma'noda to'g'ri yoki noto'g'ri gapirdi? Tan olishni xohlamaymiz. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Hech qaysimizni o'tmishimiz, bo'lib o'tgan shu kungachaki hayotimiz juda zo'r emas. Aytib maqtanadigan darajada emas. Chunki hamma ham yoshligida xato qiladi, o'ylamay gapirib qo'yadi, nimadir voqealar bo'lgan hammamizning hayotimizda. Lekin bu yog'iga to'g'ri bo'lishimiz kerak. Yulduz Usmonova qaysi ma'noda gapirdi? Qizlarim dedi, agar dedi iloji boricha saqlab qol hayotingni. Ajrashish yaxshi narsa emas. Ajrashgan ayolga hamma kishi untaziga qaragandek qaraydi, deyapti. Lekin bu gap misol kimlargadir og'ir botdi, kimlardir noto'g'ri qabul qildi. Birinchidan, ikkinchidan bu gapni faqat shu yerda o'tirgan qizlarga aytdi. Agar dedi xafa bo'lmasalaring, men sizlarga bir gap aytaman dedi. Yulduz Usmonova katta ekranga chiqib shunaqa qilib nasihat bermadi. Bu gap hammaga tegishli emas edi. Faqat shu yonida o'tirgan, shu Yulduz Usmonovadan nasihat so'ragan qizlarga javob qaytardi. Uchinchidan, bu gap misoli kimlarga tegib ketyapti? Kimlar uchun taalluqli edi? Hozir ajrashish arafasiga turgan qaysidir bir manjalaqi dugonasini bir kalichkini, mayli manjalaqi desam xafa bo'lib qolyapti. Qaysidir bir kalichkini gapiga kirib ajrashish bilan oilani o'rtasida turganlarga tegishli. Ey qiz, sen ajrashishni o'ylama, ajrashishning oqibati mana shunaqa bo'ladi degan ma'noda gapirilgan. To'rtinchidan, bu gap kimlarga tegishli? Yana ham aytaman. Bu gap tayyor gulday oilasini buzib turib, shu yo'lga kirib ketganlar, yengil hayotni xohlaganlar uchun gapirildi bu gap. To'g'ri, misol uchun, men ham necha marta ajrashishgacha borganman erim bilan. Haligacha o'zi 5 yil yashagan bo'lsa ham, nima deydi? Mana shunaqa odamga tegib ketadigan gaplar bo'lsa, odam salg'uzini ushlaydi. To'xta, oqibati yaxshilikka olib kelmaydi degan narsa bo'ladi. Chunki bu oila, turmush har doim urush, janjal bo'lib kelgan, ota-bobolarimizda ham, ota-onalarimizda ham, bizda ham bo'lyapti. Bizdan keyingilarda ham bo'ladi. Hurmatli ajrash arafasida turganlar,
Instagramdagi hayotga ishonib, ajrashganlar shunaqa zo'r yashayapti ekan deb yomon xayolga, unaqa hoy havasga uchmanglar. Ajrashishni oqibati, ajrashgandan keyingi hayot juda ham og'ir. Yulduz Usmonovaning gaplariga men qo'shilaman. Agar videoni mazmuniga tushunmagan bo'lsalaringiz, shu videoni boshqatdan ko'rib chiqishlaringizni xohlayman. Alfonslar bilan siz yashab, sizni Alfons erlaringiz sizni xafa qilmagan, qo'lini ko'tarmagan, chunki joyiga qo'yib qo'yasiz, siz bitta fanatlaringizga ham baqirib ketasiz-ku konsertlaringizda, hurmatini joyiga qo'ymasdan. Sahnadan baqirishni boshlaysiz, shallaqi xotinga o'xshab. Shunaqangi ayollarni dostoinstvasi haqida gapiryaptimi? Sizni Alfons eringiz sizga ozor bermaganda, boshqalarni eriga o'xshab. Chidamagansiz-da siz urushlarga-yu, xiyonatlarga-yu, o'zbek ayollari chidab keladigan narsalarga. O'shaning uchun o'tirib olib ajrashgan ayolni unitaz bilan bir xil debsiz. Sizdagilar gapirmasin bunaqa gaplarni. Eng patxalim, eng anaqangi lagambardor artist O'zbekistonni lagambardor artistisiz siz. Bitta prezidentdan ikkinchi prezidentga paxta qo'yib yuradigan, hozir qaysi bir prezident bo'lsa, o'shani ko'tini yalab yuradigan odamsiz. Hozir juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan Yulduz Usmonovani ajrashgan ayol unitazga o'xshaydi degan gaplariga mana fikrimni bildirib o'tmoqchiman psixolog sifatida. Yulduz Usmonova nima yomon gap gapiryapti? Qani yomon gap bu yerda? To'g'ri aytayapti. Ajrashgan ayol grubiy qilib aytganda unitazga o'xshaydi. Shuning uchun ajrashmanglar deyapti. Ayrimlarga o'xshab yashashni tanla, chidashni tanlama deb oilalarni buzib yuborayotgani yo'q. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi osmondagi oylar, o'zlaricha bechorani yoqib olgan ayollar oydek guldek oilasini tashab ketdi. Yashashni tanlayman, chidamayman deb. Masalan, mana shuni aytadigan bo'lsak, Yulduz Usmonova to'g'ri gapiryapti bu yerda. Va shu gaplarini orasida qaranglar. Da dedi, shunaqa yomon erkaklar bor, uradigan bitta ahmoqlar bor dedi. Lekin uni ham, bu o'sha ahmoq erkaklarni ham qizni oilasidagilar, ya'ni xotinni akalari, otasi kelib bitta ikkita urib ketsa o'ziga keladi deyapti. Bu gapni o'zida ham ogohlikka chaqiryapti. Akalarni, otalarni. Ayrim akalar bor, ayrim otalar bor. Ajrash deydi-da, lekin singlisini, qizini o'zlari ko'chada qoldiradi. Nimasi yomon gapini? Men ham tan olaman. Ajrim meni ham boshimdan o'tgan. Men ham qiyin ahvolga tushganman. Va kuchli bo'lib oilamni tikla olganman. Yulduz Usmonova oilalarni saqlash kerak. Bitta qaynana uchun yoki bitta gap so'z uchun yoki bitta xiyonat uchun oilani buzib yuborma, bolalarni yetim qilma deyapti bu yerda. Nimasi yomon bu gapni? Nima emish? Qizing Nilufar Usmonova o'zi unitazga o'xshaydi, yana bir nima? Tinch qo'yinglar Nilufar Usmonovani. Nilufar Usmonova xohladimi? Shuncha san'atni, xalqni, insonni bo'lib baxtsiz yashashni xohladimi? Qaysi ayol xohlaydi ajrashishni? Qaysi ayol xohlaydi baxtsiz bo'lishni? Oldimdan chiqib kelaveradi-da shu Yulduz Usmonovani videosi. Kommentariyasiga kiraman. Niluni bil, qizing ham unitaz, san ham unitazsan, u bu butun negativ yozgan. Inson ichidagini kommentariyaga yozadi. Bu negativ oddiy negativ emas. Ichini, insonni, ichki dunyosini aksi. Yozilgan narsa qanchalik negativ bo'lsa, qanchalik kir bo'lsa, bu insonning fikri, ichki dunyosi shunchalik kir. Yana meni eng xafa qiladigan narsa nima bilasizlarmi? O'sha kommentariyani ko'pincha ayollar yozgan. Ayol tomonda bo'lishni o'rniga ayolning ustida negativ yozib yotgan, urushib yotgan, bitta erni talashib yotgan, nimadir bo'lib yotgan. Ayol doim ayol tomonda bo'lishi kerak. Nimaga bu Yulduz Usmonovani to'g'ri gapi ba'zi bir ayollarga tegib ketyapti? Nimaga? Uni aybi ajrashmanglar, kuchli bo'linglar, ogoh bo'linglar. Ajrashgan bo'lsangizlar ham har kimga bir o'ynalib, o'yinchoq bo'lib yurmanglarda, bitta insonga turmushga chiqinglar, o'z ustingizda ishlanglar degan ma'nodagi gapi shunchalik og'ir bo'lyapti. Nimaga? Nimaga otalarni, akalarni ogohlikka chaqirayotgan gapi shuncha muhokama bo'lyapti? Men psixolog sifatida Yulduz Usmonovani yonlamoqchi emasman. Yulduz Usmonovani fikrini to'g'ri demoqchiman. Chunki bu yerda ham oilani saqla deyapti. Ajrashib bor deyotgani yo'q xalqqa, ham ota bilan akani ogohlikka chaqiryapti. Qara, singlingni yoki qizingni eri uryaptimi? Ahmoqlik qilyaptimi? Bor, san gaplash. Erkak bo'ldi, qizingni podдержка qil deyapti. Shuning uchun u darajada muhokama qilish Yulduz Usmonovaga, Nilufar Usmonovaga tosh otish kerak emas bu yerda. Yulduz Usmonova ham boshida uzr lekin tegib ketsa, uzr deb aytgan, xafa bo'lmanglar. Madaniyatli inson buni tushunadi o'zi. Oldindan uzr so'rab, shu achchiq narsani aytgan. Chunki mana bu yeri aytishyapti o'sha ayollarga nisbatan. Balki boshida o'tgandir, balki o'sha boshida o'tib qiynalayotgan ayollarni ko'rgandirki, mana bu yer aytishib gapiryapti.